Assalomu alaykum hammaga. Bugungi 5 ta fakt loyihamizda Malibu 2 mashinasi haqida ko'rib chiqamiz. Marhamat ko'ringlar. 26 aprel 2017-yildan boshlab yangi Malibu 2 chiqishi boshlangan va O'zbekiston tarixi uchun bu juda ham muhim yangiliklardan bittasi hisoblangan. Chunki undan oldin bizada Malibu 1 bo'lgan va bu yangi mashinamiz har taraflama ustun va zamonaviy bo'lgan. Shu yili noyabr oyida panorama lyuk qo'shilishi boshlangan komplektatsiyasiga va bularning motori 2,5 litr hajmga ega bo'lgan 186 ta ot kuchi, 0 dan 100 gacha tezlanishi 8,5 sekund 6 pog'onali avtomat korobka bo'lgan. 31 dekabr 2018-yilda atmosfera bosimida ishlaydigan motorlar bilan xayrlashgan. 2019-yil sentyabr oyida Malibu 2 litr turbinalilar chiqishi boshlagan. Shu bilan birga Premier komplektatsiyasi bo'lgan. Bularda 250 ta ot kuchi, 6 pog'onali avtomatik korobka, 0 dan 100 gacha tezlanishi 608 sekund bo'lgan. 2019-yil oktyabr oyida bo'lsa Malibu 2 1,5 litr turbinali chiqishi boshlagan. Bu arzonlashtirilgan versiya hisoblangan. Salon, kolonka, monitor, elektronika va faralarda farqi bor. 28 fevral 2023-yilda bo'lsa Malibu'ning eng oxirgi modifikatsiya XL komplektatsiyasida chiqishi boshlagan. Motor 2 litr hajmga ega, 237 ta ot kuchi, 9 ta pog'onali korobka, tezlanish 7 sekund.